Filippinda bir kattaroq kompaniya ko'l markaziga 80% ishchilarini ishdan haydagan. Buni asosiy sababi nimada bo'lishi mumkin? В общем-то 80% necha kishi bo'lishi mumkin? Balkim 100 tadir, balkim 1000 tadir, balkim undan ham ko'pdir. Biz buni aniqini hali bilolmadim to'g'risi. Lekin ularning o'rnini kim egalladi? Nega 80% ishchini bo'shatishdi? Hech kim olmagan ularning o'rnini. Shunchaki sun'iy intellekt ularning o'rniga ishlashni boshlagan. Endi bir o'zinglar o'ylab ko'rsanglar bo'ladi. O'zbekistonda qancha odam ko'l markazida ishlaydi? Xizmat ko'rsatishda ishlaydi yoki haydovchilikda ishlaydi. Nega aynan bu gapni gapiryapsan? Bu gap nimalarni o'zgartirishi mumkin? Bu gap qanchalik xavfli bo'lishi mumkin deb aytishinglar mumkin, конечно. Men bu yangilikni Salxandan eshitdim. Endi u kim desanglar, Xan Akademiya asoschisi. Bu akademiya yo'liga 100 million o'quvchilarni tarbiyalaydi, o'zini platformasida o'qitib keladi. Va u hozirda kitob yozyapti ekan. Kitob nomi nima desanglar, Job Shock, ya'ni ish zarbasi. Bu kitobni u qo'rqqanidan yozyapti. Nimadan qo'rqqanidan bo'lishi mumkin? Men ham hayronman to'g'risi. Lekin bugun sizlarga uni aytganlarini va O'zbekiston uchun bu nimalarni anglatishini bir aytib berishga harakat qilib ko'raman. Lekin oldinroq Salxan o'zi haqida bir qisqaroq tushuncha berib o'tadigan bo'lsam, u MIT bitiruvchisi. 2008-yilda Khan Academy'ni yaratgan, ya'ni Beeple Academy platformasi edi va u yerda birinchi marta AI da tutor sifatida foydalangan, ya'ni AI bilan birga qandaydir nimalarnidir o'rganishga o'zini akademiyasidagi bolalarga AI biriktirib bergan. Ya'ni u AI ga qarshi odam emas. U AI ni ishlatishni boshlaganlarni birinchilardan turadi. O'zini biznesda qo'llagan odamlarni birinchi safida turadi. Va yana ayni shu odam o'zini yozayotgan kitobini Job Shock deb nomlayapti. Ish zarbasi. Nimaga? Chunki u aytyapti, sanoat inqilobi ham yaxshi tugadi deb aytganmiz. Lekin oradan keyin jahon urushi bo'lib o'tdi. Kommunizm eksperimenti bo'ldi. Bu degani rejasiz o'tgan urush har doim qonli bo'ladi. Va endi navbat xavf ostidagi kasblar deb nomlangan bo'limimizga keldi. O'zbekistonda bunaqa menimcha millionlab уже allaqachon mavjud. Ularda esa konkret qaysi kasblar haqidaligini gaplashib o'tamiz. Salxan aytgandek, bu 4 ta guruh ekan. Va e'tibor bering, aytganimdek, O'zbekistonda millionlab odamlar mana shu 4 ta guruhga kiradi. Amerikada Waymo mavjud, ya'ni haydovchisiz taksi mavjud. Karl. Salxan aytadi, 5-10 yil ichida bu sohada haqiqiy zarba boshlanadi. Uning o'z amakisi Uber haydovchisi, u ham amakim nima qiladi deb hayron bo'lib turibdi o'zi. Endi O'zbekistonga bir qarab ko'rsak bo'ladi. Yandex.Go'da qanchadan qancha haydovchilar mavjud. Rasmiy raqamlarga qaraydigan bo'lsak 100 minglab. Va bu ko'pchilik uchun birinchi tanlov emas, Yandex.Go'da taksi qilish, ya'ni oxirgi tanlov. Ya'ni Salxan aytgandek, ishsiz qolgan, g'azablangan odam ko'payadigan bo'lsa, bu siyosatga va jamiyatga qattiq zarba bera olishi mumkin. Filippin misoliga keladigan bo'lsak, 80% avtomatlashtiribdi. Bizga nima? Biz O'zbekistondamiz deyishingiz mumkin. Lekin Filippin iqtisodiyotini bu 80% prosta almashgan qismi 5-7% mana shu sohaga bog'liq, ya'ni ko'l markazi outsourcingga bog'liq. Bizga nima deya olmaymiz. Sababi O'zbekiston ayni Filippinni 10 yil oldingi qilgan ishlari bilan ketma-ket endi start olib kelyapmiz. Lekin muammo bor. AI bizgacha yetib kelib bo'ldi. Uje kech qoldik. AI yana qaysi kasblarga bir zarba berishi mumkin deylik. Hozirda allaqachon ikkitasini sanab o'tib bo'ldik. Hop, ulardan bittasi haydovchilik edi. Yana bittasi ko'l markaz, umuman olganda outsourcing xizmatlari edi. Endi uchinchisi dizaynerlar, dasturchilar, menejerlar, produkt menejerlar va shu o'xshash xullas IT sohasi. Bu yerda o'sha hayron qolishingiz mumkin. Axir IT sohasi bu kelajak. Lekin Salxan shunday deyapti. Bu rollar sal o'zgaradi. Masalan, Google kodini 75% ni уже AI yozyapti, odamlar emas. To'g'ri, odamlar nazorat qilib turibdi, lekin hozircha. Va xuddi shunday, Khan Academy'ning o'zida ham dizaynerlar уже kodlarni deploy qilishga o'tib ketgan. Meni ham bir dizayner do'stim bor, kod yozishga o'tib ketgan, 10 yildan oshiq dizayningda tajribasi bo'lsa ham. Lekin baribir 2020-yilga o'sha programmist degan wow effekt уже yo'qolib boryapti. Уже programmist bu odatiy narsa. Xohlagan odam programmist bo'lishi mumkin holatiga yetib kelib qolyapti. Shunchaki bir ingliz tilini bilsa bo'ldi. В общем-то, AI uchun hozir ingliz tili ham muammo bo'lmay qoldi. O'zbekchada ham bemalol solish yotibdi birga bir. 4-guruh. Bu prosta AI ga moslashishni xohlamayotganlar. U qaysi kasb degan tushuncha yo'q. Har qanaqa kasb shunchaki AI ni qabul qilgisi kelmayapti. Menga shu eskicha ishlashim yaxshiroq. Mana shunda yaxshi pul topyapman deyotgan har qanday kasb egasi juda ham qiynalib qoladi. Buni Salxanni har holda o'zi aytdi. Bu eng katta xavf ostidagi odamlar, ya'ni ayni shu guruh odamlari juda ham katta xavf ostida deb qayta ta'kidlab yotdi. Va bu yerdagi eng qattiq kontrast mavjud. Khan Academy'ning o'zi xuddi shunday deyotgan bo'lsa ham, lekin o'zi hech qanaqa ishchilarni bo'shatmayapti. Ya'ni ishlatib yotibdi. Menimcha yiliga $1 million yoki adashdim. Milliondan biroz oshiqroq bo'lish kerak edi. Eshitganimga 1-2 kun bo'lib qoldi. Ana o'sha $1 million Anthropic Cloud kod uchun juda ham katta pul to'lashadi. Hatto bir ishchisi adashmasam kuniga $3000 dan oshiq ishlatib qo'yganini ta'kidlab o'tdi. Lekin u ishchi bo'shatilmagan va unga qarab shunchaki bosaver deyilgan. Nimaga? Chunki u ishchi
ana shu bir kun ichida ana shu $3000 bilan bir oylik ishni hal qilib qo'ygan. Bir oylik ish bir programmist uchun u yerda menimcha 60 ming $70 ming to'lanishini hisobga oladigan bo'lsak, $3000 bu yomon emas. Har holda bir kunda ishlatilgani to'g'ri, biroz ko'proq. Baribir yomon emas. Lekin kontrast ham ayni shu yerda. Hech kim ishdan bo'shatilishini xohlamayapti. Ya'ni Khan Academy'ning mana shu asoschisi hech kimni ishdan bo'shatmoqchi ham emas. U aytayotgan narsa shuki, AI'ni ishlating, yana ham samaraliroq bo'ling, yana ham ko'proq ish qilaylik, men sizlarga yana ham ko'proq pul to'laydi. Qiziq holat. Shunchaki mana menda AI bor, sizlar ketaveringlar, o'zim yozib olaman desa ham bo'lardi, lekin unday bo'lmayapti. AIga yana ham ko'proq pul sarflab yotishibdi va shu natijasida menimcha yaxshiroq samaradorlikka erishyapti deb o'ylayman. Farq ham ayni shu yerda, ya'ni kontrast deganim ham ayni shu yerda. Gap bu yerda AI kimnidir o'rnini egallash haqida ketmayapti. Khan Academy asoschisi aytib o'tgandek, bu yerdagi maqsad AI va odamni qo'shib, undan maksimum samaradorlikni olish va yutqazadiganlar ham ayni mana shu tipdagi odamlar. Ana shu formulaga kira olmaydiganlar bor. AI va odam formulasiga tusha olmaydiganlar bor. Ana shular doim yutqazadigan holatga tushib qoladi. Omon qoladigan kasbga kelamiz. Taxminan bir 5 tacha qobiliyat kerak deb aytib o'tgan. Kimlar ular deyishimiz mumkin. Bu yerda sal ham shunchaki bir Begina javob bilan o'tib ketgan. O'qituvchilar, ma'ruza qiladigan emas, chunki AI ham ma'ruza qilishni biladi. Asosiy o'sha murabbiy bo'la oladigan, o'zini experience mavjud bo'lgan o'qituvchilar. Va meditsina sohasidagi o'sha hamshiralar, sotuvchilar, lekin o'sha telefondan nimada call center orqali shu spam qilib tashlaydiganlar emas, aniq olamiz. Chunki ularning ishini shundoq ham O'zbekistonda ham menimcha Uzumbank yoki boshqalar o'sha allaqachonda call centerga AIlarni qo'shib bo'lishgan, ishlatib yotishib. Xo'p, bu yerda Salhan aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, bu yerda bir formula bor, ya'ni sen odam bilan muloqot qilsang, ya'ni ishing faqat kompyuterda bo'ladigan bo'lsa, to'liq kompyuterda bo'ladigan bo'lsa va odamlar bilan umuman muomala qilmasang, AI seni ishingni bemalol olib qo'ya oladi. Lekin sen odamlar bilan muomala qiladigan bo'lsang, o'zingni eksperiyensingni sotadigan bo'lsang, bunga уже sen bemalol o'zingga AI ni qo'shishing va o'zingni narxingni yanada ko'tarishing mumkin deb turib qiziq holat. Mana shu AI davrida tirik hosil bo'ladigan, xullas bizga kerak bo'lgan skilllar bor ekan, bularni sanab o'tishibdi, bular 5 ta deb. Masalan, birinchisi kommunikatsiya, вообще normalniy muomala qilish, o'zini fikrini yaxshi yetkaza olish. Ikkinchisi hamkorlik, jamoada ishlash, bir qo'llab-quvvatlash holatlari, mana shu xullas jamoa bilan ishlay olish, hamkorlik qila olish. Keyingisi bu kreativlik, aniq kreativligi, boshqacha variant yo'q-da. Kreativligingiz faqat AI qo'shilsa yana ham kuchayadi, yana ham samaradorliroq bo'lasiz. Va undan tashqari to'rtinchisi ham bor edi. To'rtinchisi adashmasam shu tanqidiy fikrlash deyil, ya'ni o'zi AI ni bilamiz. Nima qilaman desangiz ham, yo mana bunaqa qilib qo'ydim, yo borib musor tashlab keldim desangiz ham, malades deb qarsak javob boshqacha variant bo'lishi mumkin emas. AI ni qila oladigan eng zo'r ishi shu. Lekin ayni o'sha vaqtda tanqid qilishga majburlashingiz ham mana shu AI ni sizga bir yaxshi samaradorlik beradi. Ya'ni qidiy fikrlashingiz ana shu yerda yaxshi kerak bo'ladi. Bu eng kerakli narsalardan bittasi. Chunki AI sizni ko'mib tashlashi mumkin maqtovlarga. Beshinchisi esa liderlik. Endi liderlik haqida ko'p gapirishimiz shart emas. Liderlikni hamma aniq tushunadi. Komandani boshqara olish. Mana shularning hammasi, mana shu 4 ta sanaganimiz ham shu liderlik bilan bitta bo'lib ketishi ham mumkin bemalol. Ya'ni tanqidiy fikrlash liderga kerak narsa, kommunikatsiya kerak narsa, jamoada ishlay olish kerak narsa, hammasi kerak narsa. Ya'ni kreativ bo'lish kerak, ya'ni liderni umumiy bir xususiyatlari desak ham bo'ladi. Hop, endi o'zimni xulosam keladigan bo'lsak, ya'ni O'zbekistonda yashaydigan, IT sohasida bo'ladigan, o'zining YouTube kanali bor odam sifatida meni xulosam shuki, birinchidan, agar haydovchi bo'lsanglar yoki call centerda ishlaydigan bo'lsanglar, biroz ehtiyotroq bo'lasizlar. Ya'ni bu degani, masalan, Amerikada Waymo ochilibdi, o'sha ularda dostavkalar yoki har qanaqasiga bir taksi holatlari, outsourcing holatlari 100% avtomatlashib ketdi degani bu bizga ertaga yetib keladi degani emas. Yaqin 5 yilda bo'lishi mumkin, lekin bu degani kelmaydi degani ham emas. Keladi, tayyor turganimiz yaxshiroq deymanda. Birinchisini sanab o'tdim, endi ikkinchisiga aytadigan bo'lsam, ikkinchisi prям iltimos qilsa bo'ladigan holat, AI ishlatishni o'rganish kerak. Absolut holatda AI ishlatishni o'rganish kerak. Xuddi bir 2000-yillarda odamlar rezyumesiga menda veb-sayt bor deb yozgan paytda deb ishga olishgan bo'lsa, hozirgi holat ham taxminan shunaqa, ya'ni AI ni bilishingiz va bir nechta agentlar bilan ishlay olish, ya'ni professional holatda AI bilan yaxshi ishlay olishingiz, professional bo'lmasa ham o'rtancha holatda ham yetadi hozirgi kunda. Sizni boshqalardan ajralib turishingiz, rezyumengiz salga bir ko'zga tashlanib turishiga bir sabab bo'la oladi. Aytgancha, qo'shimcha qiladigan bo'lsam, bu holat 2-3 yilda yo'qib ketsa ham kerak. Ya'ni 2-3 yil ichida AI ni bilaman deyish bu уже tabiiy narsaga aylanib ketadi. Shuning uchun foydalanib qoladigan payti. Uchinchisi va eng keraklisi, ya'ni Salhan, ya'ni Khan Academy'ning asoschisi aytib o'tgan, ya'ni alohida aytib o'tgan narsalardan bittasi shuki, shunchaki AI ni trendga qarab ishlatish kerak emas. Masalan, AI bilan hamma nimadir qilayotgan bo'lsa, o'shani qilish kerak emas. Sal zerikarliroq,
AI yetib bormagan joylarga olib borish bu juda ham yaxshi. O'zbekistonda bunaqalar ko'p bo'lsa kerak. Logistika, qishloq xo'jaligi, bir qanaqadir buxgalteriya bo'lishi mumkin yoki bir kichkina bizneslarni avtomatlashtirish bo'lishi mumkin. Ya'ni mana shunaqa narsalar, ya'ni уже AI hali yetib bormagan joylarga yetib borishingiz bu tinchroq holat bo'ladi. Trendlarga qo'shilib yugurishdan ko'ra mana shu afzalroq. To'rtinchisi, bu hozirgi vaqtda уже shunchaki diplom davri ozgina tugab boryapti. Ya'ni shunchaki o'qishni o'zi, nimagadir bir bilimni borligini o'zi yetmaydigan holatga kelib qolyapmiz. Shunchaki bilimingiz borligi bu juda ham yaxshi, lekin uni ko'rsata olishingiz, ya'ni shunchaki diplom emas, уже portfel bo'lishi kerak. Ya'ni o'zingizni qilgan narsalaringizni ko'rsata olmasangiz, odamlar sizni bilmaydi nima qilganlaringizni. Shuning uchun ya'ni insoniy skillda ham kerak. Boyaga sanab o'tganlarimiz shu liderlik, o'zingizni fikringizni yetkazib bera olishingiz, qilgan ishlaringizni to'g'ri ko'rsatib bera olishingiz, mana shular alohida bir juda ham hurmat qilinadigan holatda bo'lib turibdi-da hozir endi. Hammasidan kelib chiqadigan bo'lsak, AI biz ishimizni olib qo'ymaydi, aniq, buni tushundik. AI kim ishini olib qo'yadi? AI ni ishlatmaydigan odam yutqizishi aniq. Ya'ni men agar AI ni ishlatmasam o'zimni kasbimda, AI ishlatadigan odam mani kasbimni bemalol olib qo'yishi mumkin. Xuddi manaqa kasbga ega bo'lgan odam demoqchiman-da, o'rnimni bemalol bosib keta oladi AI bilan birga. Unda samaradorligi ham ancha-muncha yaxshi bo'ladi chunki. Men bu gaplarni shunchaki aytib o'tmoqchi emasman. Keyingi videolarda, конечно, bir umuman masalan kod yozishni bilmasdan turib yoki dizayn qilishni bilmasdan turib bir programma yaratishga harakat qilib ko'ramiz va uni chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Bir challenge qilamiz sizlar bilan va mana shu gapni bir isboti bo'ladi desa ham bo'ladi. Buni chiqarishga harakat qilaman. O'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Eng yaxshi kommentariy bo'lsa keyingi videoda o'qib ko'ramiz va undan tashqari subscribe please. Obuna bo'linglar keyingi videoni o'tkazib olmaslik uchun.